Gigantda bunaqa bo'shlari ko'rsatilmagan bu. Dunyodagi eng qimmat, eng katta bo'lakon. Mayizda uzumi bu. Buni o'ti nima edi? Sodion, ha? Yana nima deyiladi? Gigant. Mana shu uzundan hozir uzamiz. Oho. Buni qarang, buni qarang. Yana nima qilish kerak ekan buni qarang. Bu 4 kilo kelsa kerak bo'lsa tarozga ham o'lchashimiz mumkin. Bu dahshat narsa-da. Bu kameraga kichik ko'rinayotgan bo'lishi mumkin-a? Qarang. Bitta shingili vobshe katta-da. Juda barakali navcha. Kim Sodionadan mayiz qilishni xohlasa, mana 3 kilodan taxminan 1 kilo mayiz chiqadi. Chunki mayizchilar yaxshi biladi, qancha kam suv berilgan bo'lsa, yaxshi mayiz chiqadi. Bu chirish degan narsa absolutno yo'q, juda yaxshi qaralgan. Tanalari ko'm-ko'k. Bir 4-5 tonna bor. Bu joy qayerda bu? G'ijdon Eshonko'prik. Buxoro viloyati G'ijdon tumani, o'sha Buxoro bilan Qiziltepa, Navoiyning chegara joyiga mana shunday bog'larimiz bor. Mana gigant. Shu paytgacha bunaqa gigantda bunaqa bo'shlari ko'rsatilmagan bu. Dahshatda bu. Kimga qiziq bo'lsa mana gigant mayizchilar aloqaga chiqinglar. Men o'zim ko'rib turibman mana umuman ichkariga chirish kasallik degan narsa yo'q. Ayirtirilayotgan 1% ham misol uchun chirigi chiqmaydi. Shunday mayizga tashlaysiz, shunday olasiz, xudo xolasa.